Barcha assalomu alaykum. Sizlar bilan Messi va menga videomga xush kelibsizlar. Obunasi, sizlarga yomon xabarim bor bular. Meni bonus o'qo. Qanday qilib desangiz, ijro haqqini vaqtida to'lamadi va mana bu mujlikdan hayot kun kechiryapman. Qayerda yashashimni bilmayapman bizlar. Unda obunasilar milyoniga borib ishimiz lekin bor, polizikalarni to'lashimiz kerak. So'rab ko'rayda ish bormi kimlarda. Assalomu alaykum ber. Alaykum. Nima deysan? Xullas, biz bo'sh qoldim-da. Shunga uy kerak dedi. Mabodo bitta bo'sh uy bo'lsa yo'qmi, sotib olardim. Uy bor. Chap tomonga qarasan, ko'rasan. Mana shu uymi? Ha, shu. Nima qilgan bu? Вообще bo'lyapti. Nima qilib o'ylayman buni? Men bilmayman. Endi pulga kelsang, senga bepulmi? O'zi hech kim yashamayotgan edi, uni buzib tashlash kerak edi, lekin sen yashasan. Mayli, o'zi tozalab olarman. Xullas, bepul dedingiz-a? Ha, endi ishda qolaversam bo'ladimi o'zi? Ish ishlasam bo'ladimi? Endi vaziyatga qarab o'ylab ko'raman. Mayli, ishlayversang bo'ladi, lekin ko'p ham vaqtlashaman. Mayli, ertadan ishga chiqamanmasa. Mayli, men ketdim. Obunasilar mana uyam olib oldik. Endi bo'ldi nima qilgan bu? Do'stlar, mana qaranglar, mana mening vaqtlashyapman. Chopib hamma yerni vaqtdi. Judayam bir nima bo'lib ketgan. Jimirson. Qo'lim. Obunasilar qilich bilan ochmoqchi edim. Qo'limni kesib oldim, jimirson. Yomon og'riyapti. Yetmaganiga mana bu ham tozalash kerak. O'zim bilan mana mebellarni olganman. Endi boshladik. Qiyin kelmayapti. Kesib oldi qo'limni jimirson. Mana hammasini olib tashlaymiz hozir. Yaxshi. Voy, bunisi nima bo'lyapti? Buni ham olib olaylik. Вообще bo'lyapti. Voy, tagida poli ham yo'q buni. What the fuck? Obunasilar mayli, nima ham qilardik? Xo'p, buni qayerga qo'yamiz endi? Jimirson, bu yashaydigan joyi ham yo'q. Hozir yozga daraxt olib kelay. Topurim mana yaxshi. Endi hozir daraxtni chopamiz. Yaxshi, mergirmaslik kerak. Tezroq uyga borib olib, endi yer saqlab qo'yib, hamma taxtalarni maydalaymiz. 20 ta yaxshi. Endi menda kerak bor va yaxshi. Endi taxtalarni yoqamiz. Endi ish kerak. Lekin 3 ta bitta beraversa ham bo'ladi-da ishni. Eshik to'la o'ta. Yaxshi. Endi maktablarni joylashtirib olamiz. Bu turadi. Bu yerga bu turadi. Yaxshi. Tak, sandiqni esa pechkaning ichiga qo'yamiz va narsalarimizni solamiz. Yaxshi. Hamma narsani tiqamiz o'sha kerak narsalarni. Buni yasaveray. Ochamiz, yopamiz va
Ana support. Tezroq. Yaxshi, buni qo'yamiz va buni qo'yamiz va chotki chiqadigan yer bo'ldi. Uydan ham zinasi chiroyliroq bo'ldi. Hamma narsani olib, ozgina ovqatlanib olamiz. Tor uyda men hozir ovqatlanib olib ishga otlanamiz. Endi polizekalarni olib, haligi pichoq tikib olgan yerim yomoryapti. Klip bilan qo'limni kesib olgandim. Mana hozir yaxshi hammasini olib olamiz. Kartoshka va bug'doylarni hammasini yaxshi hammasini terib olib hozir hammasini ekib olib ertaga olib borib beramiz. Obunachilar, do'stlar, Telegram kanalimni avvalgi videoda kommentariyalarda qoldirganman. Albatta o'tib obuna qo'yishingiz mumkin. Obunachilar ekinlarni ham o'rib, menga berib keldi. Endi ham mazza qilib yotsam bo'ladi. Voy do'stlar, pulam bermayapti, puli ham oz ekan. Obunachilar, bu video shu bilan tugaydi. Keyingi videoga, mana shu videoga 10 ta like yoki 15 ta like bersanglar, keyingi videoda albatta chiqaraman. Hamma xayr, sog'liklar salomat bo'linglar. Xayrli va ko'rishguncha videoga like va subscribe qilib qo'ying.